Sal şurma olsak. To'xta usta. Salay bo'ladi. Olsun. O oltaya qo'yamiz. 50 moshlar cho'kadiku 10 tera hinoba. Ham 10 tarada. 10 taralimi? Qattiq tashlab mana yuqoqqa tashlab. O'ta baqa o'tagan. Mana hurmatli obunachilarimiz, kecha toshagan g'ishtlarimizni holati o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Har bittasida razmerlari joyida, qoliplarimiz yaxshi, xudo xolasa. Parda quritganmiz, o'zimiz qo'l bola qilib quritish moslamasi yasaganmiz. Dovushidan bilishlaring mumkin. Sementlari o'sha aytganimdek 550 markada, sababi gazoblogi eng asosiy tutib turuvchisi sement hisoblanadi. Shuni hisobiga yaxshi sement qo'shib, kerakli miqdorda qo'shyapmiz. Shuni hisobiga mustahkam chiqyapti. Video jarayonida birga ishlaydigan akamiz kelib qolgandilar, chunki bugun damida. Xo'p, bir otib ko'rsatib beradilar. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, bu o'zlarining bo'ylari 183, mana g'ish ham xuddi past bo'ylari barobar. O'zlaring hisoblab olasizlar. Bir tashlab bering-chi. Mana bu, xudo xolasa real holat. Mana sizlar oralari sal o'zi namligi ko'rinib turibdi. Sababi g'ishlaja. Mana buni ham tagi nam, qurib olmagan. Qirrasi bilan tushdi. Atak kakalanib, sinib, mayda-chuyda bo'lib ketgani yo'q. Endi g'ish bo'lsa shunchalik bo'ladi, gazoblok bo'lsa. Buni asosan gazoblok mo'rt narsa hisoblanadi. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Ichlari millionlagan mayda sharchalardan tashkil topgan. Buni asosiy xususiyatlari, termoizolyatsioniy xususiyatlari ham asosan shu havochalarga bog'liq. Termoizolyatsioniy hisoblanadi. Tashqaridagi haroratni ichkariga kirgizmaydi, ichkaridagini tashqariga chiqarmaydi. Mana g'ishlarimiz quyilganiga ko'p bo'lmagan. Ha, hammasi zo'r. Xuddi shunaqa. Bu g'ishlarimiz hali yangi, qurigani ko'p emas. Pashti sotib olingan g'ishlarimiz chiqqanda ketib turibdi. Oldindan buyurtma qilsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Mana shu holat akalar. Ko'rinib turibdi o'z yonidagi namlari, orqasidagi namlari. Bular kecha chiqqanlari. O'zi ichkaridagilarni ham daji yangi chiqishiga bossangiz, qo'lingiz kirmaydi. O'sha ximikatlarni ham hammasi joyida, kerakli miqdorida qo'shyapmiz. Shuni hisobiga va'g'in Allohdan mahkam chiqyapti, zo'r chiqyapti, uyaltirmaydi. Zildan ham tashlab yuborishgan ekan. O'sha bir 15 kunlik g'ishlar bo'lgan edi, ular tashlab yuborganlar, daji qirrasi ham ko'chmagan. Bular endi bir hafta 10 kunlik g'ishlar. G'ishi 28 kungacha qotadi deyishadi. Sement reaksiyaga kirishadi 28 kungacha deb eshitganman. Bu haqiqat. 28 kungacha bular hali yana qotadi, yana ham mustahkam chiqadi inshaalloh. Bemalol buyurtma qilishlaring mumkin, chiroyli qilib yetkazib beramiz vodiy bo'ylab. Dastavka xizmatlarimiz ham bor. Sementlarni ham bir qo'l ko'rsatib qo'yishga harakat qilaman hozir. Mana akalar, so'zimiz isboti bilan sementimiz 550 marka. O'sha gazoblok uchun maxsus ishlab chiqarilgan hammasi bu sementlar. Xo'p, aytganimizdek mana quritish sistemasi, mana quritish uchun hammasini tagiga tablina ketgan. Mana bu aytganimizdek kecha payshanba kuni qo'yganmiz. Bugun kuniga juma 20-fevral. Bugun ishlaganimiz yo'q. Mana g'ishlarimizni holati akalar, ko'rishlaring mumkin. Hamma qirralari joyida mana. Tak, quyoshga to'g'ri kelib qolyapti. Hop, kuch ishlatayotganimni qaydan bilib olsa bo'ladi? Mana chiranib, mana bosishga harakat qilyapman, mana bosilmayapti. Mana qo'lda izi chiqdi, qo'l ichiga kirgan yo'qda, kecha qo'yilgan g'ish. Dovushini mayli, mana qilib ko'rsatib qo'yay-a. Xudo xolasa. Mana g'ish bemalol murojaat qilaverasizlar. Shikast yetmadi menimcha. Endi men qanaqa darajada quriganligini videoda imkoniyat darajasida ko'rsatishga harakat qilyapman. Shu bir kunlik g'ishimiz. Parda quritilgan, o'zini pari bilan. Agar sirazi nima deydi, ustini yopmasdan, tagidan par bermasdan, o'zini holatiga quritadigan bo'lsak, ichidagi nam tez ko'tarilib ketgani hisobiga sement reaksiyasi tugab qoladi. Sement reaksiyaga kirish uchun tabiiyki bunga suv kerak, buni hamma biladi. Shuni hisobiga o'zini pari bilan me'yorida dimlanganiga g'ishlarimiz mustahkam chiqyapti. Ko'rganinglardek otib ham ko'rsatdik. U g'ishlar hali yangi edi.
Xo'p, buguncha beradigan ma'lumotlarimiz shular. Qolgan ma'lumotlari bemalol bizga murojaat qilib, qo'ng'iroq orqali berishlari mumkin. Hammalar bemalol telefon qilishlari mumkin. Hammaga videoni oxirigacha ko'rganlaringga rahmat. Oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, bitta laykka ayamanglar. Sizlardan iltimos, sababi bu layklaringlar bizning kanalimizni boshqa insonlarga ham yetib borish uchun ham bir tomondan, bizning kanalimizni rivoji uchun ham foyda bergan bo'lasizlar. Hammalarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin.